Qaramlik insondan nimani olib qo'yadi? Olganda ham eng yomonini oladi. Nimaga deganda, mana birinchi navbatda aytadigan bo'lsak, qaramlik insonni ishonch yo'q bo'ladi. Ya'ni oila deysizmi, do'stlar deysizmi, qarindosh urug' ming marta va'da bergan bo'ladi. Ikkinchi, sog'liq olib qo'yadi. Sog'liqni ham tanani, jismonan deymiz, ham ruhan barchasi yo'qoladi. Uchinchi navbatda eng qimmatli biz uchun bu vaqt. Vaqtimiz bekorga ketadi. Qaramlik paytida giyohvandlik deysizmi, ichkilikbozlikda vaqt qanaqa o'tib ketib qolganini ham bilmaysiz. Bekorga so'rasiz. Eng yomon tomoni yana bizning maqsad, qadriyatlarimiz bor, orzularimiz bor. Hammasi pichakka chiqadi. Hech narsani o'ylamaysiz. Faqat o'sha dardi shu, ertalabdan kechgacha na maqsad bor, na bir xohish bor. Eng og'ir yo'qotish, men o'ylayman, ozodlik. O'zingizga o'zingiz xonmassiz. O'sha ximiya, o'sha giyohvand narsa, narkotik, hamma narsa, o'sha shu narsa nima desa shuni qilasiz. O'zingizni yo'qotasiz. Inson o'zini nazorat qila olmaydi. Ammo chiqish yo'li bor. Yordam so'rash bu kuchlilik belgisi. Agar sizga video yoqqan bo'lsa, like bosing.